Demak, Funpari akkauntimizga pul to'ldirish. Botdan pul hisob to'ldirish tugmasini bosamiz va Funpari'ni belgilaymiz. Bu yerga ID raqamimizni kiritamiz va pul yuboradigan kartamizni kirgizamiz. Ana endi summani kiritamiz. Misol uchun biz 10 ming so'm kirgizmoqchimiz. Demak, bot bizga ko'rsatilgan kartaga 10.008 so'm pulni o'tkazishimiz kerakligini ko'rsatyapti. O'zimizga qulay bo'lgan ilovaga kirib ko'rsatilgan kartaga 10.008 so'm bo'lgan pul miqdorini yuboramiz. Bo'ldi. Ana endi botga qaytib tasdiqlash tugmasini bosamiz. Demak, bot bizga 10.308 so'm o'tkazganini ko'rsatyapti. Buni Funpari'ga kirib tekshirib olamiz. To'ppa-to'g'ri 10.308 so'm pul kirib kelgan.